Assalomu alaykum, Qirg'iz elim. Men Botken oblasining Oqsayl hukumatining cheklov aylanining Ko'ktash aylanın cheklov uchastkasining yashovchisiman. Men mana o'zingizlar ko'rganday cheklov uchastkasida 8-may kuni Tojik Respublikasining turg'unlari chiqib, mana Qirg'iz yerimizde ular talashib, çataq chiqarib, men uyimda o'rtay bergan Majitov esen. Mana shu o'zingizlar ko'rganday, mana shu 1 metr aralıktan, men 2 metr aralıktan men o'zim qo'rg'onimda tosham deb agoratimda chetga zabor beton quysam, shular shetdi men qo'rg'on duvalda Tojik Respublikasining aylı hukumati, aylı başçı hukumatları kelip, eli meni kelip, bayanilari meni kelip, shetdi qismchilik olib, bizning Botken oblasining hakimining buyrug'i bilan Ko'ktash aylan pom nachalnigi shetdi buzaz deb buzdirib berdi. Men o'zim qo'psizligimda shetdi qo'psizligimda o'ylab shetdi javob dedim-de. Mana o'zingizlar ko'rganday, mana shu qo'rg'on, mana shet men uchastkamni qo'rg'onim. Men o'zimda qo'psizliklar saqlayman deb shunday shetdi tossam, shetdi kelib to'polon chirchatoq chiqarib, shetdi buzib ketdilar. Şu men sizlardan hurmatli cho'nglar, sizlardan so'ranatim, shuni bir chirchatoq chiqmasin, shuni chechib bersangizlar deb so'ranatim. Mana shu zabordan osti jog'i Tojikiston, mana o'zingizlar ko'rganday, mana shu kirpishni uy, men o'rtalib ketgan uy. Mana shu zaborda ko'rib turasizlar, shetga kelib chirchatoq chiqarib buzib ketdilar. Şunu so'ranatim, tez arada shu chechib berishingizlar deb. Uy qurilish ketyapti. Mana shu o'zingizlar ko'rganday, mana shu Tojikistonga tushib ketayotgan suv. Bizning hukumatimiz kelib qismchilik olib shu tarifni ochtirib berdi. 3.70. Biz o'zimizni qo'pchilikni saqlaymiz deb shu zaborda to'sam Tojik Respublikasining mamlakat el organ xizmatlari chegara xizmatlariga bilan kelib buzdirdilar. Ko'ktash aylanın pom nachalnigi Botken oblasining hakimining buyrug'i bilan pom nachalnigi kelib buzdirdilar. Sizlardan so'ranatim, shuni tez orada chechib berishingizlar deb. Nima qilasiz?